Qachon inson yig'lasa, Alloh taolo farishtalarga uning huzuriga tushishni buyuradi. Alloh aytadiki, bandam yolg'iz o'tirib ko'z yosh to'kmoqda. Boringlar, uni yupatinglar. Farishtalar kelib unga yaxshi so'zlar aytadilar. Qalbiga teginadilar. Ammo baribir banda yig'lashda davom etadi. Ular qaytib, "Ey Robbimiz, harakat qildik, lekin uning ko'z yoshlari to'xtamadi." Alloh taolo aytadi: "Men uning nega yig'layotganini bilaman. Men undan yaxshi ko'rgan narsasini oldim. Lekin evaziga uni qalbi hatto so'rashga jur'at qilmagan narsalarni ato qilaman. Uning dardini bosadigan orzularidan ko'ra ulug'roq bo'lgan ne'matni beraman. U hali bilmas, lekin xotirjamlik olib keladigan ne'matlar yo'lga chiqqan. Chunki men umid qilganlarni unutmaydigan zotman." Alloh taolo bandasini yig'lashini farishtalarga aytadi. Farishtalar yupatish uchun boradi. Alloh ana shunday rahmati keng zot. Agar banda eng oliy darajadagi yig'lashni, Allohdan rahmatiga olishni, mag'firat qilishini so'rayotgan bo'lsa, eng yuksak darajaga erishibdi. Kimning ko'zidan bir tomchi yosh chiqsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, Allohdan qo'rqib ko'zidan bir tomchi yosh chiqqan inson do'zax o'tidan najot bo'ladi deganlar. Alloh taolo bandaning tavbasidan sevingani kabi boshqa narsalardan bunchalik sevinmaydi. Alloh taolo uchun yig'lagan ko'zlariga inshaalloh qiyomatda najot beradi.